Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala eşrafil mursalin ve ala alihi ve ashabihi ecma'in. Amma ba'd, assalamu alaikum ve rahmetullahi ta'ala ve berekatuhu. Tazkiyatun nafs silsila darslarimizdan birodarlar, as-siqa, ishonch martabasini o'qiyotgan edik, davom etamiz. Ishonch martabalari. Ulamolar ishonch martabasini 3 ta deyishadi. Birinchisi tafviz, ya'ni ishingizni Allohga topshirishingiz. Ikkinchisi Allohning qazosiga taslim. Uchinchisi Allohga tavakkul. Tafviz, taslim va tavakkul. Mana kechagi o'qigan darsimizdan bir qancha hadislarni takrorlab qo'yamiz, toki bugun kecha darsimizni eshitmaganlar ko'proq eshitganlardan ko'ra Alloh azza va jallaga bo'lgan ishonchingiz iymoningiz, iymoningiz ishonchingiz. Qanchalar Allohga iymoningiz quvvatli bo'lsa, ishonchingiz ham shunga yarasha bo'ladi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytibdilar: "Ma taraka abdun lillahi amron la yatrukuhu illa lillah illa awwadahu Allohu minhu ma huwa khayrun lahu minhu fi dinihi va dunya." Bir banda bir narsani tark qilsa Alloh uchun, Alloh unga ana shu tark qilgan narsasidan ko'ra dinida va dunyosida undan yaxshiroq bo'lgan narsani evaz qilib beradi. Siz nafsingiz xohlab turgan narsani tark qilasiz Alloh uchun, birovdan qo'rqib emas. O'zingizga bo'lgan ba'zi bir narsani tark qilasiz, mayli akamga qolsin, mayli ukamga qolsin, Alloh uchun. Bu yerdagi eng asosiy narsa tark qilish emas. Eng asosiysi Alloh uchun tark qilish. Chunki bir narsani qo'rqib tark qilishingiz mumkin. Biror bir narsani umid qilib turib tark qilishingiz mumkin. Agar shu tark qilishingiz Alloh uchun bo'lsa, Alloh rozi bo'ladigan ish bo'lsa, ishonavering, mana shu tark qilgan narsangizni o'rniga Alloh undan yaxshirog'ini beradi. Yana bir hadis o'qiymiz. Inna min zafil yaqini an turdin nasa bi sahatillahi ta'ala. Odamlarni rozi qilaman deb Allohni norozi qilishing ishonchingning zaifligidandir. Ya'ni Allohni norozi qilishlik evaziga odamlarni rozi qilayotgan bo'lsang, demak seni ishonching juda ham zaif. Va antahmadahum ala rizqillahi ta'ala. Alloh taoloning rizqi uchun boshqalarni maqtashliging ishonchingning zaifligidandir. Siz bo'lmaganda shu ish bo'lmasdi. Siz ho'davoringiz bo'lib ketdi. Siz bor biz yuribmizda. Allohning bergan rizqi uchun bandalarni maqtayotgan bo'lsangiz, demak sizni Allohga bo'lgan ishonchingiz zaif ekan. Va Alloh bermagan narsa uchun odamlarni yomon ko'rayotgan bo'lsangiz, bu ham Allohga bo'lgan ishonchingiz zaifligidan ekan. Senda mana shu narsani qildirmading. Dadamda o'sha paytda o'sha narsani olay desam, ana qilmadi. Bori shunaqa o'pkalash. Alloh bermagan narsa uchun odamlarni yomon ko'rayotgan bo'lsangiz, demak Allohga ishonchingiz zaif ekan. Payg'ambarimiz aytadilar: "Albatta Allohning beradigan rizqini harisligi tezlashtira olmaydi." Ya'ni siz har qancha tirishing, qancha harakat qiling, u yoqqa uring, bu yoqqa uring, o'tga uring, cho'qqa uring, Alloh yozgani bo'ladi. Yoki yengil sababini qilib qo'ying, Allohga tavakkal qiling. Yomon ko'ruvchini yomon ko'rishi uni qaytara olmaydi. Alloh azza va jalla o'zining hikmati va buyukligi sababli, diqqat qilinglar, xotirjamlikni va xursandchilikni rozilik va ishonchning ichiga joylab qo'ydi. Boshqacha qilib aytsak, Allohdan rozi bo'lgan, Allohga ishongan odamgina xotirjam bo'ladi, xursand bo'ladi. Qaytaramiz. Xotirjamlik va xursandchilik faqat kuniga rozi bo'lgan odamda bo'ladi va Allohga ishongan odamda bo'ladi. Endi kimda bo'lmaydi bu ikkita narsa? G'am, qayg'uni esa shubha va norozilikka joyladi. Baxt nima? Tinchlik, tansahatlik, xotirjamlik, mo'l-ko'lchilik, pulni bo'lishi, ko'p narsa. Yo'q, baxt biz aytayotgan mo'l-ko'lchilik, serfarzand bo'lish, badavlat bo'lish, bu
Xolisa beradi Alloh, xolamasa yo'qda. Bu hammada bir xil bo'lmaydi. Endi faqatgina pulda, mansabda, sog'likda, quvvatda, farzandda baxt desiz, Alloh kimga bergan buni, kimga bermagan. Unda hamma bir xil baxtli bo'la olmay qoladi. Baxt rozilik. Kishi kunidan, hayotidan rozi bo'lsa, shu odam baxtli bo'laveradi. Modomiki qalbingizda Allohga nisbatan shak shubha bor ekanmi? Demak siz bitmas tuganmas g'am tashvish, qayg'u ichida qolasiz. Doimiy norozi bo'ladi bunaqa odam. Doimiy asabiylashgan bo'ladi, doim shikoyat. Kofirlar shunaqa bo'ladi. Modomiki ularning Allohga iymoni yo'qmi? Demak kunidan rozi bo'la olmaydi. Modomiki Allohga ishonmaydimi? G'am, tashvish o'shuncha bo'ladi. Doim bir narsadan shikoyat, doim tanqid qilaveradi. Chunki bu Allohni tanimagan odam. Allohning irodasi hamma narsadan ustun turishini bilmaydi-da. Alloh taolo fa'alul lima yurid ekanligini bilmaydi-da. Alloh xohlaganini qiladigan zot. Allohning hikmati borligini tushunmaydi-da. Mana rozilik, baxt deyapmiz. Inson o'zini rozi bo'lishga majbur qila oladimi, yo'qmi? Savol tushundinglarmi? Demak, rozilik qalbiy holat. Bu irodiy amal, insonni o'zini xohishidagi narsa emas. Inson hech qachon o'zini kunidan majbur rozi qila olmaydi. Roziman deb majbur qila olmaydi. U rozilik tabiiy bo'lish kerak. Endi qachon tabiiy bo'ladi insonning qalbida rozilik? Allohni tanisa. Uni al-Hakim ekanligini bilsa, Alloh har narsaga qodirligini bilsa, nima bo'layotgan bo'lsa atrofida Allohning xohishi ekanligini bilsa. Shuning uchun aytyapmiz-da, mo'minning qalbidagi xotirjamlik hech qachon kofirda bo'lmaydi. Demak, rozilik bu qalbiy holat. Rozilik irodiy amal emas, ya'ni inson o'zini qalbini rozi bo'lishga majbur qila olmaydi. Ulamolar aytishadi, mo'min banda agar mana shu rozilik darajasiga yeta olmay qolganida ham eng kamida ishonchga ega bo'ladi. Qanaqa ishonchga? Bu ishda orqasida bir hikmat bor. Harakat qildi, yugurdi, yeldi, bo'lmadi. Endi rozi bo'la olmaydi, tabiiy. Chunki bo'lmadi-da. Aytdi-ku, qalbni majbur qila olmaydi deb rozi bo'lishga. Endi rozi bo'la olmagan chog'ida ham nima deydi? Bu ishda orqasida bir hikmat bor deydi. Demak, banda yo rozi bo'ladi, yo ishonadi, yo sabr qiladi. Biz qaysinisi? Biz qaysinisi? Rozimizmi? Ishonchimiz bormi yoki sabr qilyapmizmi? Rozi bo'lgan banda kunidan eng oliy martabaga erishadi. Agar rozi bo'lmasa, ishonchga ega bo'ladi. Albatta mana shu ishning orqasida menga bir foyda bor deydi. Ishonchning 3 ta manzilati. Tafviz, ishingizni Allohga topshirishingiz, taslim, bo'lgan natijaga rozi bo'lish, tavakkul, Allohga suyanish. Mana shu taslim martabasini o'qiyapmiz. Astagfiru billah. Qala Musa liqaumihi ista'inu billahi wasbiru innal arda lillah yurithuha man yasha'u min ibadihi wal aqibatu lil muttaqin. Inson rozi bo'ladi, ishonchi bo'ladi, yo sabr qiladi. Alloh taolo aytadi. Fir'avnning so'zlaridan dahshatga tushib ketganlarida Musa o'zining qavmiga dedi: Allohdan madad tilab, sabr toqat qilingiz. Bu yer shak shubhasiz Allohnikidir. Uni o'zi xohlagan bandalariga meros qilib berur. Fir'avn o'sha paytdagi dunyoning eng qudratli podshosi. Banu Isroil Musa alayhisalomning qavmi eng xor xalq. Ana shu eng qudratli podshoh eng xor xalqni yo'q qilib tashlayman senlar deb qo'rqitganda Musa alayhisalom aytayapti: Allohdan madad tilab sabr qilinglar.
Bu yer Allohniki, bu yerni Alloh o'zi xohlagan bandasiga beradi. Oqibat, natija esa taqvodorlarniki bo'ladi. Qo'rqmanglar, kim aytgani bo'ladi? Ishonch chiqaring. Ana shu Banu Isroilni Musa alayhissalom kechqurun olib chiqib ketdi Misrdan. 600 ming Yahudi Misrdan bir kechada chiqib ketdi. Sekin yuradi. Tong otganda Firavun qarasa chiqib ketishibdi Banu Isroil. Ha, bizni xizmatimizni kim qiladi? Bizni qulimiz kim bo'ladi? Eng qudratli qo'shinini yig'di-da, quvib chiqdi orqasidan. Ana shu boyaga 600 ming Yahudiyni avvalo dengizga yetganida, oxirgisi hali Firavunning qo'shinini ko'rdi. Qala ashabu Musa inna la mudrakun. Musoning hamrohlari bas, albatta biz tutildik deyishdi. Chunki naq turibdi orqada, eng kuchli qo'shin kelyapti. Bularda qo'lida kaltak ham yo'q. Musa alayhissalom nima dedi? Kalla. Mana shu yerda ishonchning eng oliy ko'rinishini ko'rdik. Ishonchning eng oliy maqomini guvoh bo'lamiz. Kalla inna ma'iya robbi sayahdin. Yo'q, dedi Musa alayhissalom. Albatta Robbim men bilan birga yo'l ko'rsatadi dedi. Ishonch chiqaring. Ishonch chiqaring. Qirvoradi kelib boyaga armiya bo'lardi. Hech narsasi yo'q qo'lida. Lekin ishonchni ko'ring. Yechim qanaqa bo'ldi? Yechim qanaqa bo'ldi? Ha, bularchi Firavun tomonga qarab bitta tosh otgani yo'q. Alloh taolo dengizni shunday ochib qo'ydi. Banu Isroil o'tib ketdi. Firavun ham jinn emasdi. Musa alayhissalom Misrda turganida 9 ta mo'jiza ko'rsatgan edi. Adab cho'pini yegan edi Firavun ham. Banu Isroil dengizdan o'tib ketgandan keyin dengiz yana yorilib turibdi, tog'dek bo'lib, suv ikkiga bo'linib. Kelib otini to'xtatdi. U ham jinn emas edi. To'xtatdi otini. Lekin Alloh taoloning xohishi bo'ladi-da. Firavun mingan otga Alloh amr qildi, ot shunday dengizga qarab yurdi. Kim aytgani bo'ldi? Firavun o'lmayman desa ham, Firavun halok bo'lmayman desa ham, Firavun to'xtab olsa ham, Alloh uni halok qilishni xohlagan ekan, ot shunday dengizga qarab yugurdi, Firavun to'xtata olmaydi. Endi podshoh yurgandan keyin qo'shin ham kirdi dengizga. Keyin nima bo'ldi? Musa alayhissalom aytayapti, bu yer Allohniki. Uni o'zi xohlagan bandasiga beradi. Oqibat natija taqvodorlarniki. Ana ishonch. Ana ishonch. Wasbir wa ma sabruka illa billah wa la tahzan alayhim wa la taku fi dhayqin mimma yamkurun. Ey Muhammad alayhissalom deydi Alloh taolo, sabr qiling, toqat qiling. Yolg'iz Alloh yordami bilangina sabr qilishga qodir bo'lursiz. Sabr qilishinglar ham Alloh qo'llasa bo'ladi. Sabr qilishingiz ham Allohga bog'liq. Alloh imkon bersa, Alloh quvvat bersa, keyin sabr qilasiz. Tushunyapsizmi? O'zingizdagi bor bo'lgan sifat. Ismoil alayhissalomni otasi Ibrohim alayhissalom so'ymoqchi bo'lganida aytadiki, satajiduni inshaallohu minas sobirin. Ey o'g'ilcham, sizni tushimda so'yayotganligimni ko'rdim. Nima deysiz? Aytdiki, ya abatif almatu umar. Otajon, buyurilgan ishni qiling, inshaalloh mening sobir ekanligimni ko'rasiz dedi. Chidab beraman, turib beraman gap yo'q demayapti. O'ziga ishonmayapti. Nima deyapti? Inshaalloh sabr qilaman. Bu oyatda ham o'qiyapmiz. Yolg'iz Allohning yordami bilangina sabr qilishga qodir bo'lasiz. O'shuning uchun Parvardigor o'zing sabr qanoat ber deb duo qilishimiz kerak. Ularning ustida mahzun bo'lmang, ularning makr va hilalaridan siqilmang ham. Demak, ishonchning 3 ta martabasi. Birinchisi tafviz, taslim, tavakkul. Biz tafviz martabasini o'qib bo'ldik, endi taslimdamiz. Taslim bo'lish, Allohning hukmiga, Allohning irodasiga taslim bo'lish ham ikki xil bo'ladi. Taklifiy amallarga taslim bo'lish, takviniy amallarga taslim bo'lish.
Mana endi taklifiy amrga taslim bo'lish birinchisi. Taklifiy amr nima? Farz amallar, vojib amallar. Ya'ni majbur shu narsani qilasan, yelkamizga taklifot qilib yuklatilgan. Aroq ichmaysan, zino qilmaysan, tarozidan urmaysan. Taklifiy amal degani yelkamizga yuklatilgan vazifalar degani. Ixtiyor yo'q bizda, buni qilish qilmaslikda. Qilishimiz shart. Xotinini bir taloq qo'ydi bitta odam. Keyin qaytarib oldi. Yana bir taloq qo'ydi. Yana qaytarib oldi. Keyin 3-taloqni ham qo'ydi. Endi tamom. Bu ayol o'zining bu eriga halol bo'lmaydi. To boshqa bir erga tegib, tabiiy suratda ajrasa keyin halol bo'ladi. Endi 3 taloqni qo'yib qo'ygan o'g'il bola pushaymon yeb, xotinimni qaytarib olgim kelyapti deydi. Buni gapini ma'nosi nima? Allohning shariatiga taslim bo'lmayapti. Chunki Alloh Qur'onda at-talaqu marratan dedimi? Talaq qo'yib qaytarib olishlik 2 marta bo'ladi. Ya'ni 3-taloqdan keyin halol bo'lmaydi desa, shunga majbursan desa, qaytarib olgim kelyapti deyapti. Demak, Allohning hukmiga taslim bo'lmayapti bu odam. Qancha o'zimizni atrofimizda ko'ramiz. Bu narsa harom, bu narsa mumkin emas, seni haqqing emas, ko'chaga chiqma. 2 metrga bitta punnamni qo'yadi, rishotkani qilib, topib devor urib oladi. Bu ko'chaning haqqi, mumkin emas desa, quloq solmaydi. Mana shu taklifi amrga ko'nmaslik, taslim bo'lmaslik. Hamma uylar qator bitta liniyada turibdi, 2 metr chiqib turib, devor urib olgan, darvozaxona qilib. Bu Allohga yoqmaydi, bu yaxshi emas desa, unamayapti. Ha mana shu odam taklifiy amrga bo'ysunmayapti. Roza tutamiz. Saraton kunlarida. Kun uzun, kun issiq, 30 kun davom etadi. Nimaga endi tutish kerak? Tutmay qo'ysa bo'lmaydimi? Qishda tutsa bo'lmaydimi? Mana shu taklifiy amalga taslim bo'lmaslik. Haj. Nimaga endi Saratonda borish kerak? Keyin borsa bo'lmaydimi? Tavof qilish shartmi? Ihromga noqulay kiyim ekan. Ha? Shuna deyapsizmi? Demak, siz Allohni sizga yuklagan taklifiy amalini hikmatini tushunmabsiz. Siz Allohning amriga taslim bo'lmabsiz. Qarang. Ibodatda, xulqda, muomalada taklifiy, majburiy amallarga e'tiroz bildiryapsanmi? Demak, sen hali Allohga ishonmabsan. Ana shu taklifiy amalga bo'ysunayotganligingiz mo'minligingiz belgisi. Fala va robbika la yu'minuna hatta yuhakkimuka fima shajara baynahum. Thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadayta va yusallimu taslima. Qarang oyatni. Alloh taolo aytayapti. Yo'q. Parvardigoringizga qasamki, to ular musulmonlar o'zlarini o'rtalarida chiqqan kelishmovchiliklarda sizni hakam qilmagunlaricha, birinchi shart. Va keyin siz chiqargan hukmdan dillarida hech qanday tanglik topmasdan to'la taslim bo'lmagunicha zinhor mo'min bo'lmaslar. Sizni mo'minligingiz belgisi musulmon birodaringiz bilan o'rtada kelishmovchilik, muammo chiqib qolsa, birinchi payg'ambarni hukm qilasiz. Payg'ambarni hakam qilasiz. Mo'min bo'lib qoldingizmi? Yo'q. Ikkinchi sharti. Payg'ambar chiqargan hukmga bo'yinsunasiz. Bo'ldi, mo'min bo'ldingizmi? Yo'q. Uchinchi sharti bor. Bo'yinsunganingizdan keyin tamomiy taslim bo'lasiz, rozi bo'lasiz. Shu 3 ta shart bo'lsa, iymonli bo'ladi ular, deyapti Alloh subhanahu va taolo. Ana shu norozi bo'layotganlar Allohning amriga taslim bo'lmaganlar. Bir imom og'aynimizga bir 50 dan o'tgan o'sha paytda ikkita aka kelibdi-da, xullas xotiniga 3 talarni berib bo'lgan. U degan, bu degan, u imom og'aynimiz yo'l yo'q degan. Desa yonidagi sheriga aytayapti, bo'lmadi bu domla deyapti. Yur, palonchiga boramiz deyapti. Ana demak Allohning taklifiy amriga taslim bo'lmadi. Bunda iymon yo'q hali.
Garchi la ilaha illalloh Muhammad rasululloh desa ham hali iymoni komil emas. Bizi Allohga bo'lgan ishonchimiz taklifiy buyruqlarga taslim bo'lishimizda ko'rinadi. Muammo chiqsa payg'ambarni hakam qilamiz alayhissalomni. Chiqargan hukmiga xo'p deymiz, bo'ysunamiz va rozi bo'lib taslim bo'lib ketamiz. Yana bitta nozik joyi. Domla, islomiy to'y qilmoqchimiz. Islomiy to'yning shartlari qanaqa bo'ladi deb so'rayapti bir domladan. Domla qarab turib aytayapti, hozir men sizga javobni aytsam, shunga amal qilsangiz, keyin aytaman deyapti. Nimaga? Hozir men sizga islomiy to'y bunday bo'ladi desam, uyga borib turib xotinga maslahat solsangiz, bekor aytibdi domlang desa, xotiningiz dindan chiqib qoladi. Aytaveradi domlalaring deydi-yu, enes, ammes, xoles, katabuz, yana kimlar. Aytaveradi domlalaring dedimi, dindan chiqib qoladi. O'shuning uchun hozir men sizga islomiy to'yni qanaqaligini aytsam, javobni eshitib turib amal qilsangiz aytaman, bo'lmasa yo'q, xotiningiz iymondan chiqib qolmasin deydi. Muhammad alayhissalomning hukmi shariatning hukmi. Endi u zot vafot etgandan keyinchi mana bizning davrimizda nima bizga hakam? Muhammad alayhissalomning hakamligi tirik bo'lganda o'zi bilan bo'lar edi. Mana endi u zot vafot etganidan keyin u zotning sunnati. Rahbarimizsiz odamlarni boshqarasizmi? Orada paydo bo'lgan muammolarni hal qilasizmi? Hamma ishlarda Muhammad alayhissalomning sunnatini hakam qilasiz. Shunda siz Allohning taklifiy amriga taslim bo'lgan bo'lasiz. Sunnatga muvofiq ish qilasiz. Fala va robbika la yu'minuna hatta yuhakkimuka fima shajara baynahum. Ular iymonli bo'lishmaydi to o'rtalaridagi muammolarni hal qilishda sizni hakam qilmagunicha. Unga bunga bormaydi. Musulmon odam kitobi sunnat bilan hal qiladi. Avvalambor. Endi palonchini hakam bo'lishiga rozi bo'ldingizmi deb ishondingizda unga, o'shuning uchun bir odamni o'ziga hakam qilasiz. Keyin siz chiqargan hukmdan dillarida hech qanday tanglik topmagunicha. Meni foydamga bo'lsa rozi bo'laman, bo'lmasa yo'q. O'shada boyaga, bu domla bo'lmadi deyapti. Yur palonchi domlaga boramiz deyapti. Hukmni e'lon qilgandan keyin va yusallimu taslima, to'la taslim bo'lmagunlaricha zinhor mo'min bo'la olmaydilar. Mana siyratdan misol keltirsak, Badr kunida payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam jangdan avval bir qancha hukmlarni e'lon qildirdilar. Bani Hoshimni o'ldirmanglar. Ular mukroh holda kelishdi, majbur holda. Abbos ibn Abdul Muttolibni o'ldirmanglar, ya'ni payg'ambarimizning amakisi. Abbos ibn Abdul Muttolibni o'ldirib bo'lmaydi. Mushriklar tomonidan kelgan, Makkadan Quraysh bilan birga chiqib kelgan musulmonlarga qarshi. Mana shu hukmini e'lon qilishdan avval Quraysh qo'shini bilan musulmonlar qo'shini o'rtasida muboraza bo'ldi. 3 ta odam Qurayshdan chiqdi, 3 ta odam musulmonlardan. Qurayshdan chiqqan 3 ta odam qatl qilindi. Bu uchala odam Utba ibn Robiya, Shayba ibn Robiya, Valid ibn Utba. Birinchi ikkitasi aka-uka, uchinchisi Utbaning o'g'li. Shunalliga musulmonlarning qatorida Utbaning yana bitta o'g'li Abu Huzayfa roziyallohu anhu turgan edi. Jang boshlanmasdan avval uni otasi kofirlar tomonidan turib, otasi o'ldi, amakisi o'ldi va ukasi o'ldi. Dinsiz holda, iymonsiz holda ketdi. Abu Huzayfa roziyallohu anhu joni og'rib, ichi achishib turgan edi. Shunda payg'ambarimizning boyaga buyrug'i keldi. Abbosni qatl qilmanglar. Shunda jahl ustida, alam ustida bittamizni otasi, amakisi, ukasi qatl qilinadi-yu, Abbos qatl qilinmas ekanmi? Vallohi, agar peshonamdan chiqsa, yuziga qilich bilan uraman dedi. Payg'ambarning gapiga taslim bo'lmadi. Payg'ambarimiz bu yerda urug'chilik, millatchilik qilmagan edi. Abbos roziyallohu anhu Badr kunigacha musulmon edi. Makkada turib payg'ambarimizga Qurayshning xabarlarini yetkazib turar edi.
Agar uni islomi, musulmonligi oshkor bo'lsa, Makka da turishning imkoni bo'lmas edi. Agar Abbos roziyallohu anhu Quraysh bilan birga kelmasa, mushriklarda shubha bo'lib qolar edi. Agar payg'ambarimiz Abbosni o'ldirmanglar demasa, deb qo'ymasa, Abbos roziyallohu anhu ni qatl qilib qo'yishi mumkin. Jangdan avval Abbos musulmon, meni amakimga tegmanglar desa, Quraysh o'zi qatl qilib qo'yar edi. Abbos musulmon desa ham mushkula, uni o'ldirmanglar demasa ham mushkula. Lekin payg'ambar aytganidan keyin bu sahoba taslim bo'lish kerak edi? Hikmatini tushunmasa ham, orqasida nima hikmat borligini bilmasa ham. Keyin Abu Huzayfa roziyallohu anhu mana shu gapidan qattiq pushaymon yeb, "Vallohi bu gapimni qanday aytib o'rganligimni bilmayman" dedi. "Vallohi bu so'zimni endi faqatgina shahidlik yuvib tashlaydi" dedi va Musaylama kazzobga qarshi bo'lgan jangda u kishi shahid bo'ldi. Mana shu voqea payg'ambarning hukmi haqida yomon gumonga misol bo'ladi. Oyatni yana o'qiymiz. Yo'q, Parvardigoringizga qasamki, to ular o'rtalarida chiqqan kelishmovchiliklarda sizni hakam qilmagunicha va keyin siz chiqargan hukmda hech qanday tanglik topmasdan to'la taslim bo'lmagunlaricha, bo'yin sunmagunlar uchun musulmon bo'lishmaydi. Allohning shariatiga taslim bo'lishing shart, itoat qilishing shart. Endi Allohning buyrug'iga e'tiroz bo'lyaptimi? O'zicha bir fikrlar paydo bo'lyaptimi qarshi? Demak, muammo iymonda. Demak, iymonda nima bor? Muammo bor. As-siqo, ishonch martabasining 3 ta ko'rinishi. Tafviz, taslim, tavakkal. Endi taslim bo'lishning 2 xil bo'ldi. Taklifiy ishga taslim bo'lish, takviniy ishga taslim bo'lish. Endi takviniy amr. Demak, sizni ixtiyoringizga berilgan ishlarni bajarishda taslim bo'lish. Endi siz ixtiyoringizdan tashqari bo'lgan ishlar bor hayotda. Masalan, bunga ham taslim bo'lish kerak. Qanaqa ishlar? Alloh birovni befarzand qildi. Takviniy ish, Allohning xohishi. Birovga faqat o'g'il berdi, qiz bermadi. Birovga aksincha faqat qiz berdi, o'g'il bermadi. Birovning bolasi tug'ilishida shol bo'lib qoldi. Bu takviniy ish. Allohning takviniy amri, Allohning xohishi. Shunday bo'lishini Alloh xohladi, shunday bo'ldi. Endi bunga rozi bo'lish kerak. Chunki mana shu ishda Allohning hikmati bor deysiz. Yo shubha qilasizmi? Allohning hikmatida, rahmatida, adolatida ishonchingiz yo'qmi? Bu qazoy qadarga rozilik deyiladi. Bilingki, sodir bo'lgan bir voqea, albatta uning orqasida bir hikmat bor. Unga rozi bo'lish kerak. Boshqa ilojimiz yo'q. Hayotda qarasangiz, atrofimizda bo'layotgan ayrim ishlarni tushunmaymiz. Sig'dira olmaymiz, hazm qila olmaymiz, sababini bilmaymiz. Lekin iymonimiz komil bo'lsin. Har bitta bo'lgan ishning orqasida hikmat bor. Mana qazoy qadardagi, taqdirdagi hikmatga bitta misol. Rivoyat. Alloh azza va jalla Musa alayhisalomga dedi: "Bir banda men bilan husumatlashyapti." Musa alayhisalom aytdi: "Qanaqa bir gumroh banda ekan? Ko'rsat menga o'sha bandani." Alloh taolo aytdi: "Falon joyga borib qarab tur." Falon joyga borib qarab tur. Musa alayhisalom aytilgan joyga bordi. Qarasa, daraxtning soyasida bitta odam turibdi. Tug'ilishidan 2 ta qo'li yo'q. 2 ta oyog'i ham yo'q. Taqdirda qarang. Tug'ilishida 2 qo'lsiz tug'ilgan, 2 oyoqsiz tug'ilgan, lekin shu davrgacha yashashlik, shu kungacha umr ko'rishligi taqdir qilingan turibdi. Endi bu nimaga rozi bo'lish kerak-da, qarang. Siz o'g'lingiz yo'qligiga norozi bo'lyapsiz, qizingiz yo'qligiga norozi bo'lyapsiz, pulingiz yo'qligiga norozi bo'lyapsizmi? Buni oyog'i ham, qo'li ham yo'q. Alloh taolo nima dedi? Borib qarab tur dedi. Qarab turdi. Shu payt haligan odamning oldidan bir kuch-quvvatga to'lgan boy
mansabdor, quvvatlik, bir o'zidan ketgan odam o'tib ketayotib, oti bilan qo'lidan qamchisi tushib ketdi. Haligi invalidni oldiga uzatib bor dedi. Bu buyurib o'rganganda. Buyurib o'rgangan. Uzatib bor dedi. Uzata olmayman dedi. Ko'ryapsan, oyog'im ham, qo'lim ham yo'q. Tirikchiligini qana qilyapsan bo'lmasa dedi. Bu boy. Ha, Alloh yetkizyapti deb turib, qo'polroq javob berib qo'ydi. Haligi boyga, polvonga, mansabdorga yoqmadi bu javob. Otdan tushdi-da, qamchini olib turib boshiga chopdi. Qo'li yo'q, to'sib olgani. Yana chopdi, yana chopdi. Uraverdi. Har zarba tushganda, "Voydod, nimaga urasan? Ey odamlar, yordam beringlar" demadi. Har urganda buni o'rniga, "Ey Alloh, tavba qildim. Endi tushundim, meni kechir. Ey Alloh, endi tushundim, tavba qildim, meni kechir" deverdi. Necha marta urgan bo'lsa, har urganda shu gap boyaga polvon to'yguchi urib, otiga o'tirib ketdi. Endi Musa alayhisalom ko'rib turibdi buni hammasini. Alloh taolo qarab turdi-da, o'shuning uchun aralashmadi. Keyin haligi yig'ilib o'tirgan joyga keldi-da, "Ey Allohning quli" dedi. "Nimaga seni har safar urganda, nimaga urasan meni? Men senga nima qildim? Haloyiq, yordam beringlar" deyishdi o'rniga, "Tavba qildim, esim kirdi, tavba qildim" deding. Desa haligi gapirdi. Alloh azza va jalla meni shu holda yaratdi. Ko'rib turibsan borini. Tush ko'rdim. Alloh menga tushimda jannatni ko'rsatdi. Uning ne'matlari, hurlari, bog'lari, daryolari, so'rilari, mevalari, xullas jannatni ko'rsatdi. Men Allohdan rozi bo'ldim yaratganiga. Mana shu joyga tushaman ekan bir kuni deb, mana shu kunimga ham rozi bo'ldim. Endi orqasidan do'zaxni ko'rsatdi. Yiringi, qoni, shamoli, o'ti, azobi. Bu yerga tushib qolishim ham ehtimoli bor ekan. Buni bekor yaratibsan Parvardigor. Do'zaxni yo'q qilmasang, men sendan noroziman, men sen bilan husumatlashaman dedim. Shunda Alloh aytdi: "Ey banda, u jannatda ham egasi bor, jannatga loyiqlar, do'zaxga ham loyiq odamlar bor." Dedi, unga men rozi bo'lmadim. Shu jahannamni yo'q qilmasang, do'zaxni yo'q qilmasang, men sen bilan husumatlashaman dedim. Endi beayb zulman boshimga qamchi bilan urganda, jonim og'riganda Allohning hikmatini tushundim. Aytdim, Parvardigor, esim kirdi. Ha, do'zaxga loyiq odamlar bor ekan. Tavba qildim, meni kechir dedim. Har urganda deydi. Shuning uchun birodarlar, qazoy qadarda albatta hikmat bor. Siz Allohning taqdiriga, qazosiga rozi bo'lishingiz shart. Musa alayhisalom bilan Xizr alayhisalomning qissasini olmaysizmi? Bilamiz mashhur qissa. Xizr va Musa alayhisalomlar kemaga chiqishdi. Kematni egasi bekarga olib borib qo'yadigan bo'ldi nari sohilga. Kemani teshib qo'ydi Xizr alayhisalom. Musa alayhisalom tushunmayapti buni. Keyin u sohilga borganda o'sha sohildagi bir o'ynab turgan bolani o'ldirib qo'ydi. Kema kambag'al miskinlarning tirikchiligi asbobi edi. Agar kema butun borganida sohilga, u sohilni podshohi kemalarni hammasini tortib qo'yatuvdi. Endi kemani teshib qo'yuvdim. Askarlar kelib kemani tortib qo'yamiz deb kelsa, kema teshik ekan. Ha, o'zingga buyursin deb ketdi. Kemani teshilgani kemachi uchun foyda bo'ldimi, zarar bo'ldimi? Ha, teshilganda nima degan edi? Yomon bo'ldi dedimi? U bolani o'ldirib qo'ydi. Ota-onasi yomon bo'ldi deb o'yladimi? Keyin Xizr alayhisalom aytib berdi Musa alayhisalomga. Bu bola katta bo'lsa, kofir bo'lib ketar edi, ota-onasini ham kufrga yetalab ketar edi. Endi bu o'ldi, Alloh unga, ota-onasiga undan yaxshirog'ini beradi dedi. Mana endi boyaga ota-ona bolasi o'lganida uni hikmatini tushunmaganligi uchun norozi bo'ladi, lekin qiyomat bo'lganda shu farzandi nima uchun o'lganligini
bilsa hikmatini, qalbi shukrdan erib ketadimi? Allohning amriga taslim bo'lishlik ikki xil bo'lar ekan. Taklifiy amriga bo'yinsunish, bu buyruqlar bajarishimiz kerak bo'lgan. Ikkinchisi takviniy. Alloh taoloning xohishi, irodasi, qazoy qadari, uni orqasida hikmat borligiga taslim bo'lishimiz kerak. Mana shu taslim bo'lishlik siz bilan bizni qalbimizga xotirjamlik olib keladi. Inshaalloh buning orqasida bir hikmati bor deydi, rozi bo'lib ketaveradi. Aqulu qawli hada va astagfirulloh li va lakum. Innalloha va malaikatahu yusalluna alan nabiy. Ya ayyuhallazina amanu sallu alayhi va sallimu taslima. Vassalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.